Assalomu alaykum Zikrullo aka, yaxshimisiz? Alaykum Tinchmisiz? assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sochni qanaqa stilga olamiz aka? Aka, ko'rinishim shu ko'rinishda o'zgartirmoqchiman. Sizga ishonamiz, o'zingiz bitta tanlov berasiz. Xo'p, inshaalloh ko'rinishingiz shu bo'lsa, tashqi ko'rinishingizni o'zgartiramiz. Sochingizni sal kaltaroq qilib, ob'yom beramiz. Tepasi ancha o'sib, yollari kalta bo'lib qolgan ekan. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz boshlayman. Tayyormisiz? Albatta. Zikrullo aka, mana sochingiz chiroyli qilib, yollarni usulbiga, o'zingiz tashqi ko'rinishingizga, yuz shaklingizga mo'ljallab oldik. Sizga yoqdimi? Rahmat aka, kutganimdan ham a'lo bo'ldi. Chiroyli bo'lib yoqqandan xursandmiz. O'zingiz nima ish qilasiz akajon? Men manual terapevt, massajchiman. Yo'q, bir sinab ko'ramizmi? Bo'ldi aka. Aka, siz xalqni xizmatida ko'p boshingiz og'riydi, boshqa kislorod yetish qiyin bo'ladi-da, bo'yningiz bir tarafga egib ishlaganingiz uchun. Hozir biz sizni qon tomirlaringizni, qon aylanishini yaxshilab massaj qilib, keyin bir manualni terapiya qilamiz. Qishdek yengil bo'lasiz. Rahmat akajon, o'zi maza qilaman, rahmat. Baraka toping, qo'lingiz dard ko'rmasin. Birinchi tanani biroz qizdirib olamiz. Chuqurroq nafas olasiz, chiqarasiz. Mazza. Yana bitta chuqur nafas olamiz, chiqaramiz. Yashang. Qo'lingizni boshingiz orqasiga qo'yasiz. Chuqur nafas olamiz, chiqaramiz. Yashang. Ana. Bo'ldi aka. Juda maza qildim lekin, rahmat.